Barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan falsafa. Bugun men qishloqda prosta tak aylanib yuribman. Kelinlar deb bu yerda aylanib yuraman. Qutuvni oldida kim? Yo'q, kim bular? Yo'q, Kaizo artefakt. Bro, nimaga? Bro, bekinchakam o'ynaymizmi do'stlar? Xo'sh, kim sanaydi? Manmi? Mayli. Berkininglar. 1, 2, 98, 99, 100 qidirishni boshladim. Xo'sh, endi bular qayerda qoldi? Xudoning oldida yo'q, masalan. Yerlarda uylarga kirib titkilab ko'ramiz. Bu yerda yo'q. Bu yerda yo'q. Kaizo, Arti, qayerdasizlar? Kelinlarda Tivadan qarab ko'raman. Bu minoraning kalomni ustiga chiqamiz. Do'stlar, sizlarga ashna videolar qiziq bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishlaringni iltimos qilaman. Xudo xolasa ancha odamlar bilan o'ynaymiz. Bitta hech kim ko'rinmayapti. Mayli, yerdan qidiraman. Ketdim xullas. Ya, artefakt bro. Nima qilyapsiz bu yerda? Bro, sizni topib bordim-ku. Mayli, Kaizo topsam bo'ldi. Xo'sh, Kaizo qayerdasiz? Men Kaizoni qidirishda davom etaman. Kaizo qayerda qoldi? Balki bu uydadir. Bu uyda ham yo'q. Voy! Muzdekgina tushdim. Bu uyda ham yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin? Kaizo qayerdasiz? Kaizo. Menimcha bu uyda ham yo'q. Qayerda qoldi bular? Artini topdim. Endi Kaizoni topsam bo'ldi. To'xtanglar do'stlar. So'nggi katta uy qoldi. Va bu yerda Kaizo bro, siz topdim. Xullas, bo'pti Kaizo. Men hammani topdim do'stlar. Sizlarga ham videolarim yoqib turgan bo'lsa, like bosib kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Video shu joyda